Xayrli kech, aziz qizlarjonlar. Biz hozir ishimizni, patsientimizni yuzlariga mezoterapiya bilan boshlaymiz. Mezani tugatib bo'lib, ajinlari bor, chuqur joylashib bo'lgan ajinlarni bloklash uchun botoks muolajasini qilamiz. Hozir boshlaymiz. Bu mezamiz asosan ugridan qolgan chuqur dog'lar uchun juda yaxshi muolaja hisoblanadi. Ko'z atrofidagi ajinlar uchun ham juda yaxshi ishlab beradi. Terini chuqur namlantirib, oqsillarga to'yintirib beradi va terini elastikligini yaxshilaydi. Botoks muolajamiz esa yuzdagi chuqur ajinlarni bloklaydi, terini yaltillatib beradi va 7-8 oy siz yana ham yoshroq ko'rinasiz. Rezultati bir hafta 10 kun, uzog'i 14 kun ichida bilinadi.